Okalar, Vtorichka domni narxida yangi Novostroyka ko'rsataman. Toshkent shahar Shayxontohur tumani bo'ladi. Jarariqqa kelganmiz. Novostroyka qora mo'yka bo'lardi. Eski silida bo'lsa, qora mo'ykani o'rniga tushgan Novostroyka bo'ladi. To'g'ri ketadigan bo'lsa, svetofordan chapga o'tadigan bo'lsa, yangi toshmi bo'lyapti. Mana bu yoq tarafimizda okalar Beltepa, Pasharka ko'cha, Stroymarket chiqib ketsa bo'ladigan joy bo'lyapti. Mana bu ko'chadan yurganda mana bu maktab bog'cha joylashgan. Umumiy maydonimizda 100 kvadrat metr okalar, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q, narxi vobshe shikolat narxda. Mana okalar, pod'ezd ko'rinishi bo'ladi. Har bitta qavatda 3 ta xonadon joylashgan. Xonadonimizda shunday mana liftdan chiqqanda o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Mana lift ichki qismi ko'rinishi katta razmerda. Videoni oxirigacha ko'rib turishingiz, narxini oxirida aytib o'taman. 10 qavatli Novostroykani 9-qavatida joylashgan bo'ladi. Akalar, mana asosiy eshikdan kirib kelganda katta koridor, bardakka e'tibor bermaymiz. Ustalar narsalar ekan. Bu yoq tarafimizda sanuzolimiz bo'ladi. Razdelniy holatda joylashgan 4 ta xonadan iborat bo'ladi. Akalar, bu yoq tarafimizda oshxonamiz bo'ladi. Gaz trubalari, sho'chklari kirib bo'lgan, suvlari kirib bo'lgan, sho'chklari o'rnatilgan. Kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Tashqariga qaragan derazasi bor. Bu yoq tarafimizda katta razmerda mehmonxona bo'ladi. Patolog razmeri 325. Mehmonxona orqali balkonimizga chiqamiz. Mana yo'l yuziga qaragan. Atrofda maktab, bog'cha, magazindan muammo yo'q. Domni shunday tegida havas magazini bor. Bu yoq tarafimizda detskiy xonamiz bo'ladi. Tashqariga qaragan derazasi bor. Xo'p. Bu yoq tarafda rodительskiy spalni bo'ladi. Bu yoq tarafda hojatxonamiz joylashgan. Ko'rshilar mumkin. Shunday remontni boshlab olsanglar bo'ladi. Menimcha 20 ming dollar bilan vobshe zo'r remont qilsa bo'ladi bu yerda. Bu yoq tarafda 4-xonamiz, yana bitta rodительskiy spalni bor. Umumiy maydonimizda 100 kvadrat metr, kadastr hujjatlari hammasi joy-joyida, notariusga tayyor holatda. Okalar, endi buni narxi keladigan bo'lsa, okalar 86500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman. Shayxontohur tumani, Jarariqdan shunaqa mana bunaqa lokatsiyasi, mana bunaqa vidlari bilan uy qidirib turgan tanishligi videoni tashlab qo'yasizlar, tez telefon qilamiz.